Abuzar aka, bir oyda 5000 dan ortiq odamga Saudiyaga kelish uchun viza chiqarar ekansiz aka. Mutaxassis sifatida menga va yurtdoshlarimizga qaysi vizani tavsiya qilasiz aka? O'zi hozirda Saudiyaga kelishlik uchun 3 xil vizalarimiz bor. Birinchisi hammaga ma'lum bo'lgan Umra viza, ikkinchisi multi viza, uchinchisi single viza. Abuzar aka, shunda Umraga kelmoqchi bo'lsam, Umra viza olib kelamanmi? Qolgan ikkitasi nima uchun? Bu uchala vizani ham Saudiyada 90 kun yashash imkoniyatini beradi. Umra vizani afzallik tarafi shuki, shaxsan men ota-onamni olib kelmoqchi bo'lsam, Umra vizada olib kelgan bo'lardim. Chunki u yerda Alloh ko'rsatmasin, biror bir narsa bo'lsa, kasal bo'lib qolsa, mutlaq tekinga qarab berishadi. Bu ikkinchi vizamiz, multi vizamiz. Bu ham 1 yilda bir marta beriladi va 90 kun yashash imkoniyati beradi. Buni afzallik tarafi shuki, 1 yil ichida 90 kun kredit qilib yura olasiz. Bu vizani yomon tarafi shuki, agar bu vizani olsangiz, single viza qaytib ola olmaysiz va 1 yilda bir marta olasiz. Bu uchinchi vizamiz single viza hisoblanadi. Bu single vizaning afzal taraflari shuki, bu single vizani bu yerda muqim yashamoqchi bo'lganlarga qayta ola oladi. Kimga agar Saudiyada bilet viza kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qilinglar, biz sizlarga inshaalloh yordam beramiz.